Assalomu alaykum ardoqli yozuvchi va ko'rarmanlar. Bugun siz bilan biz sizga tanish bo'lgan bizni fakt va fikrda o'zining ayrim muammolari bilan chiqish qilgan jurnalist ukamiz Hasan Salomov bilan birgalikda bitta Hasan Salomovga yoki bir alohida bir toifa odamlarga emas, deyarli butun O'zbekistonga e, muammo bo'lib turgan, O'zbekiston ko'pchilik aholisiga e, to'g'anoq bo'lib turgan bir muammo to'g'risida gaplashamiz. Muammo nimadaligini bilishingiz uchun men bugun Oyna Telegram kanalida chiqqan bir xabarni o'qib beraman. Oyna Telegram, Oyna 26 kanalida shunday bir ayolning murojaati chiqdi. Shofirkonlik ayol hujjatlarim bo'lishiga qaramay uyimni buzishmoqchi. Shofirkon tumani Xorin mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Farida Boltayevaning Oyna 26 Telegram botiga yo'llagan murojaatiga ko'ra, uning oilasi ko'p yillar davomida qurgan boshpanasi buzilish xavfi ostida qolgan. Boltayeva yo'llagan murojaatida mulk huquqi bilan bog'liq chigal vaziyat bayon etilgan. Murojaatchining bildirishicha, u turmush o'rtog'i va 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan 2015-yildan buyon o'zlari mehnat qilib qurgan xonadonda yashab keladi. Uning iddaosiga ko'ra, ushbu uy joy uchun barcha hujjatlar, jumladan tuman hokimining qarori, kadastr hujjatlari va arxitektura loyihalari mavjud bo'lib, soliqlar ham o'z vaqtida to'lab kelingan. E'tibor bering. Hujjati bor, soliqlar to'lab kelingan. Tuman hokimining qarori bor, kadastr hujjatlari ham bor. Biroq Boltayevaning ta'kidlashicha, Majburiy ijro byurosi tomonidan 2026-yilning 7-may kuni uyni buzish haqida qaror chiqarilgan va ijro ishlari boshlangan. Ya'ni 7-may. Bir hafta oldin qaror chiqqan uyni buzish to'g'risida. Murojaatchi o'z xatida Konstitutsiyaning 47-moddasiga muvofiq uy-joy daxlsiz ekanini va hech qanday baholash ishlari hamda kompensatsiya to'lovlari amalga oshirilmaganini urg'ulaydi. Hozirda oila faqat bir nafar boquvchiga tayanib qolgani va ko'chada qolish xavfi yuzaga kelgani sababli viloyat hokimi Botir Zaripov va tegishli nazorat organlaridan ushbu holat yuzasidan qonuniy tekshiruv o'tkazishni so'ramoqda. Uyimizning barcha hujjatlari joyida bo'la turib, nega bizni boshpanasiz qoldirishmoqchi? Na kompensatsiya berildi, na mulkimiz baholandi, deya yozadi o'z murojaatida Dehqonova. Endi mana shu murojaat Oyna 26 Telegram kanalida bugun ertalab chiqqan ekan. Shu murojaatga o'xshash muammolarni ko'p boshqa kanallarda ham veb-saytlarda ham o'qib kelyapman. Ya'ni uylarini hujjati bo'la turib, negadir uylari buzilishga, sunusga yoki katta jarimalar, soliqlarni 3 barobar qilib to'laydigan qilib qo'yilgan. Mana shu muammo bizni jurnalist ukamiz Hasan Salomovning ham boshiga tushgan va o'zini uyi bilan bog'liq bo'lgan ana shu muammoni bugun bizning mana shu ko'rsatuvda sizlarga bayon qilib bermoqchi. Assalomu alaykum. Hasan, sizni uy qanday bu muammoga tushib qoldi? Siz uyingiz 2015 yoki 2000-yilda emasmi? Menimcha bir 50-60 yil narida qurilgan uylar toifasiga kiradi. Siz otangiz, bog'alaringiz qurgan uylar. U uylar qanday qilib bunaqa noqonuniy hujjatsiz uylar toifasiga tushib qoldi? Assalomu alaykum, Bobomurod aka. Avvalo gapirishga muammoyimni umuman bir mani muammom emas. O'zbekiston aholisini ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 40% ga yaqin aholisini muammosini aytishga minbar berganingiz uchun rahmat aytaman sizga. Endi mani muammomga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, bu hozirgi kecha kunduzda Shofirkonda, Buxoro viloyati Shofirkon tumanida ba'zi odamlarni 40 yil, 50 yil emas, hattoki 100 yil oldingi uylari ham noqonuniy egallab olgan degan status bilan rasmiylashtirilgan va o'sha xonadon egalariga 3 karra oshirilgan soliq stavkasida, demak, soliq solinyapti va ular
to'lashga majburlanyapti. Demak, bu soliq tuman soliq inspeksiyasi tomonidan hisoblanadi va tuman soliq inspeksiyasi muayyan bir miqdordan o'tgandan keyin buni majburiy tuman majburiy ijro bo'limiga yuboradi. Majburiy ijro bo'limi esa majburan shu pulni demak to'latib oladi. Endi muammo qayerdan boshlangan, muammo qanday boshlangan, buni men bir boshdan gapirib berishga va iloji boricha xalqona tilda tushuntirishga harakat qilaman. Demak, bu muammo mana hozir o'zidan o'qib berdingiz, meni ham boshimda bor va O'zbekistondagi o'sha 40% aholini ham xuddi shunday muammosi bor. Xuddi shu muammolar 2022-yildan oldin 21, 20, 21, 22-yillarda prezidentning virtual qabulxonasi orqali prezidentgacha yuborilgan. Bu muammolardan prezident xabar topgan. Xabar topganini qayerdan bilamiz? Prezident 2022-yili 18-iyulda ekin yerlari va tomorqadan samarali foydalanish orqali oziq-ovqat yetishtirishni va aholi daromadlarini ko'paytirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida, demak, xalq qabulxonasida kadastri yo'q hujjat odamlar, kadastri yo'q xonadonining kadastri bo'lmagan odamlarni ko'plab murojaat qilayotganini aytgan. Video selektor yig'ilishida va bu odamlarga yuk bo'layotganligini, odamlar 3 karra soliq to'lashga qiynalayotganini ham aytgan prezident o'sha yig'ilishda. Mirziyoyev aytgan 2022-yilda. 2022-yil 18-iyulda shu gapni aytgan. Bu gap prezidentning matbuot xizmati rahbari Sherzod Asadovni Telegram kanalida ham chiqqan. 2022-yil 18-iyul soat 18:05 da xuddi shu xabar shu mazmundagi post chiqqan. U mazmun o'sha postda prezident matbuot kotibini ta'kidlashicha, demak, kadastr idorasi, agentligi, soliq qo'mitasi va adliya vazirliklari bilan ishchi guruh tuzilgan. Shularning ishtirokida ishchi guruh tuzilgan. Bu ishchi guruhlar mahalla yurib, har bir xonadonga kirib chiqib, qaysi uyni kadastri bor, qaysi uyni kadastri yo'q. Mana shu narsani, demak, mana shu 3 ta organning xodimlari, ehtimol bu viloyatlardagi o'sha viloyat hokimliklariga va tuman hokimliklariga ham yuklatilgan. Ishchi guruh o'rganib, o'shani registratsiya qilib, buni hujjati bor, lekin bu 3 karra soliq to'layapti deb registratsiya qilgan bo'lishi kerak edi aslida. Bular registratsiya qilmagan, men ehtimolim bo'yicha, va u hujjatsiz o'zboshimchalik bilan egallab olingan degan vajlar bilan, demak, o'sha USKAT tizimiga kiritilgan. USKAT tizimi bu kadastr o'sha idorasini axborot tizimi. Endi shu uchun, demak, prezident o'sha idoralarga topshiriq berganki, sizlar mana shu 1-oktyabrgacha qilasizlar buni. Kim 3 karra anaqa hujjati boru, lekin 3 karra yuqori soliq to'lamasligini oldini olasizlar. Agarchi u ro'yxatda bo'lmasa ham, sizlar shunga javobgarsizlar deb o'sha ishchi guruhga yuklatilgan va mana shu joyga e'tibor berishingizni so'rayman. Qonun qabul qilinganiga qadar, men ham so'zma-so'z o'qib berishga harakat qilaman. Qonun qabul qilinganiga qadar kadastri yo'q xonadonlarga 3 karra oshirilgan stavkada soliq solishni to'xtatib turishga kelishib olingani ma'lum qilindi deb o'sha Asadov kanalida yozyapti. Demak, 22-yildagi muammolar 22-yilni o'zidayoq 3 karra soliq hisoblashni to'xtat deb prezident tomonidan topshiriq berilgan. Qonun chiqquncha. Qonun chiqqunicha. Qonun chiqdimi? Qonun chiqqani yo'q hali. Hali chiqmadi. Demak, to'xtab turish kerak. To'g'rimi? To'xtab turish kerak. To'ppa-to'g'ri. Lekin to'xtamadi. Yo'q, to'xtagani yo'q. Hozir ham davom etyapti. Endi bu ham mayli. Bu mayli, kimdir aytish mumkin, prezidentni og'zaki topshirig'i yuridik kuchga ega emas deb aytishi mumkin-da. Shundan keyin ham prezident
faol ishbilarmonlik muhitini shakllantirishni yanada rag'batlantirish, soliq majburiyatini bajarishda aholi tomonidan ortiqcha xarajatlarga yo'l qo'ymaslik hamda qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 192-sonli qarorini qabul qilgan. Bu demak, bu 2023-yilda agar adashmasam. Bu yerda qabul qilingan sanasi ham 2023-yil 14-iyunda ekan. Prezidentning demak 192-sonli qarori. Xo'sh, shuni 5-bandida nima deyapti? Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Adliya vazirligining 2024-yil 1-iyunga qadar yer uchastkalaridan hujjatsiz foydalanayotgan jismoniy shaxslarga yer solig'ining 3 karra oshirilgan stavkasida soliq hisoblash tartibini to'xtatib turish to'g'risidagi taklifiga rozilik berilsin deb aytyapti. Xo'sh, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2 oy muddatda mazkur banddan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritsin deyapti. Demak, qaror 2024-yil 1-iyungacha to'xtat degan. Kategorически to'xtatasan 3 karra hisoblashni va 23-yil demak bu qabul qilingan bo'lsa 14-iyunda 23-yil 14-avgustgacha, ya'ni 2 oy muddatda Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqsin deb qarorni o'zida topshiriq ketyapti. Bu Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga ketgan topshiriq bu. Qarorni o'zida ketyapti topshiriq. Endi qonun hali ham qabul qilingani yo'q. Mana shu qarorda aytilgan qonun hali ham qabul qilingani yo'q. Hali ham yo'q. U aytishlaricha u qonun ayni vaqtda Senatdaymish. Men mayli bundan keyinroq to'xtalaman bu gapimga. Bu narsaga yana to'xtalaman. Senatda emish va Senat uni tasdiqlamayotgan emish. Bo'lishi mumkin bu ham. Bu ham bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda asosiysi qonunni tasdiqlash emas, asosiysi 3 karra soliqni to'xtatib turish to'g'risidagi topshiriq haqida ketyapti. Asosiy gap. 3 karra soliq to'xtatib turilsa, qonun 2028-yil qabul qilinadimi, 2058-yil qabul qilinadimi, ahamiyati yo'q. Asosiysi odamlarga 3 karra soliq noqonuniy 3 karra soliq urishni to'xtatib turish kerak. Xo'sh. Demak, men bu haqida gapirib o'tdim. Demak, prezidentning topshirig'i va prezidentning qarori ikkalasida ham 3 karra soliqni to'xtatib turish aytilgan. Ikkalasida to qonun qabul qilingungacha qonun qabul qilinmagan. Lekin 3 karra hujjati bor bo'lsa ham 3 karra soliq undirish davom etyapti haligacha. Yo'q, hujjati bor deb bo'lmaydi, hujjati ro'yxatdan o'tmagan. Ularning nazarida mana sizning hujjatingiz bor, mana siz pasportingiz bor, 10 yildan keyin uni almashtirasiz-ku. Bular ham sizning yeringizni, o'sha uchastkangizni, hovlingizni hujjati bor. U deylik aytaylik 80-yil SSR tomonidan berilgan. Masalan, nima deydi u? Raykom tomonidan berilgan. O'shani bular qaytadan bizga registratsiya qilasan deyapti. Registratsiya qilmagansiz, sizda bo'lsa ham. Registratsiya qilmaganmisiz, sizga 3 karra hisoblaydi. Yo'q, mana raykomni chiqargan qarori bor. Nima uchun menga 3 karra hisoblading? Bu noqonuniy emas, o'zboshimchalik bilan egallab olingan emas. Nima uchun 3 karra hisoblading desa, sen buni ro'yxatdan o'tkazmagansan. O'sha qarorni bir gap aytaymi? Bular o'shani pereregistratsiya qilish uchun, ya'ni qayta ro'yxatdan o'tkazish deyiladi. Ma'lum davlat boji olayapti ular, to'g'rimi? Oladi. Shu qayta borsa kimdir oladi, qandaydir summa oladi, kodeksga, soliq kodeksiga muvofiq oladi uni. Xo'p, ana shu soliqlarni yig'ish uchun buni qayta registratsiya qilyapti-da, undayda. Xo'p. O'zbekistonni o'zini ham pereregistratsiya qilish kerak. Chunki O'zbekistonni o'zi ham bir paytlar hech yerda bo'lmagan, bu xonlikdan kelgan, xonlikdan SSR bo'lgan, SSRdan endi mustaqil bo'ldi. Nega ular pereregistratsiya qilmayapti o'zini o'z yerlarini?
Nega Ayni shunday. fuqaronikini pereregistratsiya qildiryapti? Maqsad fuqarodan pul undirish va agar kimdir e'tibor bermay, mayli borarman, hujjatim bor deb yursa, undan yanada ko'p nima olish. Lekin buni mana sen aytgandek Mirziyoyevni o'zi to'xtattirgan. Qaror bilan ham, og'zaki topshiriq bilan ham to'xtattirgan. Qonun chiqquncha to'xtatib turinglar degan. To'g'rimi? Shunday, Nega shunday, shunday. to'xtatmayapti bular bu ishni? Nega? Shu soliq uchunmi, boshqa narsa uchun? Nima deb o'ylaysan? Mani nazarimda bilmadim, man hattoki yoshim 40 ga qarab boryapti. Jurnalistikada 15 yillik tajribaga ega odamman. Man o'zim hattoki tushunmayapmanki, bular nima uchun bu narsani to'xtatmaydi va nima deydi? Odamlarga azob berishni, odamlarga bir ozor berishni bular o'zini bir shu odamlarni ozor berib tursa o'zi bir hokimligini, zam hokimligini, prokurorligini his qiladimi deb o'ylayman-da men. Chunki qo'lida asos bor, to'xtat deyapti. Nega to'xtatmaydi? Nima sabab? Bunga sababi nima? Faqat odamlardan o'sha bilmadim, balki pora olmoqchidir, kimdandir, qanchadir miqdorda qayta registratsiya qilaman aka, bo'lmasa mana sizga 3 karra soliq hisoblayman deb bilmayman. Balki shunaqa ham bo'lishi mumkin. Balkim ataylab kimdir, misol uchun hozir bitta prokuror pora istab shuni qilar, ikkinchi hokim shuni qilar, lekin butun respublika bo'yicha bu holat bo'lyapti-da. Balkim respublika miqyosida qaysidir idoralar prezidentning o'sha rasmiy qarordagi topshirig'ini, og'zaki topshirig'ini ham balkim sabotaj qilayotgandir, ya'ni nafrat uyg'onsin. Sabotaj qilyapti degan gapingizga men sal-pal qo'shilaman. Nimagaki, soliq qo'mitasini matbuot kotibi emas, u matbuot xizmati xodimida endi. Soliq xizmatini, demak, soliq qo'mitasini matbuot xizmati xodimini rasmiy bir bayonotini tarqatdim. Mana xuddi sizga o'xshagan bizada platforma uz degan Telegram kanal bor. Shu Telegram kanalda Navoiydan va Samarqanddan agar adashmasam aholi murojaat qilgan, bizga 100 yillik uyimizga, 50 yillik uyimizga 15 million, 20 million soliq to'lab, qaytadan registratsiya qilib, shuncha soliq to'lab qarorimizni registratsiya qilib olyapmiz deb ular shikoyat yozgan Telegram o'sha platformaga. Platforma buni chop etgan va platforma chop etilgandan keyin demak o'sha soliq qo'mitasini matbuot xizmati xodimi rasmiy bayonot bergan. Agar imkoni bo'lsa, Bobomurod aka, shu rasmiy bayonotni qo'ysangiz, yana ham tushunarli bo'ladi. Mana shu joyda qo'ysangiz yana ham tushunarli bo'ladi. Rasmiy munosabatni men o'qib chiqdim. Hozir shu rasmiy munosabat haqida ham men o'zimni fikrlarimni aytaman. Demak, rasmiy munosabatda nima deyapti? Soliq qo'mitasini o'sha matbuot xizmati xodimi aytayaptiki, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga nisbatan soliqning oshirilgan stavkalarini qo'llash tartibi qonunchilikda avvaldan nazarda tutilgan. 2008-2020 yillarda amal qilgan soliq kodeksining 121-moddasida. Biroq yer hisobi yuritishning eskirgan metodikasi va kadastr ma'lumotlarining to'liq emasligi sababli mazkur norma amalda to'liq qo'llanilmagan. Oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida yer hisobi raqamlashtirildi. Yer uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlar aniqlashtirilib, tizimlashtirildi. Ma'lumot o'rnida respublikada 3 milliondan ortiq huquqiy maqomi belgilanmagan yer uchastkalari mavjudligi aniqlandi. Natijada soliq solish amaldagi qonunchilikka muvofiq amalga oshirilmoqda. Jumladan huquqiy hujjatlar mavjud bo'lmagan yer uchastkalari bo'yicha ham. Bu esa ayrim fuqarolar uchun soliq yuki oshishiga olib keldi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, soliq organlari faqat amaldagi qonunchilik doirasida harakat qiladi. Soliq kodeksiga o'zgartirishlar kiritilmaguncha soliqning karrali, ya'ni oshirilgan stavkalarini qo'llash bo'yicha normalar kuchda saqlanib qolinadi va majburiy hisoblanadi. Soliq kodeksiga o'zgartirishlar kiritilmaguncha soliqning karrali, ya'ni oshirilgan stavkalarini qo'llash bo'yicha normalar kuchda saqlanib qolinadi va
majburiy hisoblanadi. Soliq kodeksiga o'zgartirishlar kiritilmaguncha soliqning karrali, ya'ni oshirilgan stavkalarini qo'llash bo'yicha normalar kuchda saqlanib qolinadi va majburiy hisoblanadi. Demak, soliq qo'mitasini matbuot xizmati xodimi shunday deyapti. Soliq kodeksiga o'zgartirish kiritilmaguncha oshirilgan soliq stavkalari qo'llaniladi deyapti. Demak, prezidentning nimasiga qarshi bayonot beryapti. Video bayonotning 1-daqiqasi 4-soniyasi, video bayonotning 1-daqiqasi 14-soniyasi. Shu joyini 3 marta, 4 marta men masalan bir quloqlarimga eshitmadim, quloqlarimga ishonmadim men. Bu yoqda prezident nima deyapti? Bu yoqda qonun qabul qilinganiga qadar kadastr hujjati yo'q xonadonlarga 3 karra oshirilgan soliq stavkasi solishni to'xtatinglar deyapti. Xo'p, mana prezident aytayapti, omma xalqdan 3 barobar qilib soliqni deyapti. Soliq qo'mitasini matbuot xizmati xodimi, u ham o'zini gapi emas, rahbariyati buyurgan unga shunaqa deysan deb. Demak, soliq qo'mitasidagilar bu narsani, bu prezident aytganiga sabotaj qilib qilmayotir. Mana ochiq o'zi chiqibdi ham. Mana chiqdi kimlar buni boshida turgan. Soliq qo'mitasi buni qilma deyapti. Demak, qarang, bu yerda soliq qo'mitasini ham aybi bor. Mani nazarimda, lekin bu yerda ular qochadi-da vaziyatdan. Biz deydi, ishchi guruhga vazifa yuklagandik deydi. Ishchi guruh mahalla yurishi kerak edi deydi. Ishchi guruh uni ro'yxatni shakllantirishi kerak edi. Haqiqatan ham ishchi guruh shunday qilishi kerak edi-da. Tuman hokimining o'rinbosari, tuman kadastr haligi idorasini boshlig'i o'sha paytdagi. Bular qilish kerak edi, lekin bizni peshonamiz shu darajada sho'rki, Shofirkon tumanining aholisini va ayni shu muammoga duch kelayotgan aholini bizda o'sha paytda kadastr idorasida viloyat nima deydi u idorasini to'liq nomini, xullas kalom kadastr idorasini boshlig'i avval bu sohada deyarli ishlamagan va meni eshitishim bo'yicha kadastr idorasining boshlig'i Ruhiddin G'afforov bo'lgan o'sha paytlar. Men sizga nimasini tashab qo'yaman, skrinshotini. Yillari yozilgan, aynan. Yillari yozilgan, qachon, qaysi vaqtdan qaysi vaqtgacha kadastr idorasining boshlig'i bo'lgani va sohaga tushunmagan va u sobiq militsioner bo'lgan. Ichki ishlar organida ishlagan. Bu afsuski o'sha tuman hokimligini rasmiy kanalidagi o'sha rasmiy saytida bu yo'q, militsiyada ishlagan haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q, lekin u militsiyada ishlagan, meni bilishim bo'yicha. Va u hech narsaga tushunmagan. Chunki militsiyada ishlagan odam kadastrga qayerdan tushunsin? Kadastrning chizmasi bor, kadastrning raqamlari bor. U narsaga u tushunmagan va qilmagan. Boshqalar ham aytdim, boshqalar bilan gaplashsam, ular ham aytayaptiki, bu o'zi tushunmagan, nima qilayotganini o'zi ham bilmagan o'sha paytda. U prezidentni topshirib, prezident to'xtatib turinglar deganda, bu avtomatik to'xtaydi o'zi deb o'ylagan. Va faktichki u yerda ishchi guruhlarga topshiriq berilgan. Ishchi guruhlar mahalla yurib, o'rganib, bu bo'yicha hujjatlarini tayyorlab berish kerak edi. Va eng qizig'i, kadastrga o'sha odamlar tomonidan, boshqalar tomonidan ham hech narsaga tushunmaydigan, militsiyadan chiqqan bir xodim, militsiyanida ishlagan bir odam mana shu nimadan keyin 2022-yildan boshlab tuman hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari bo'lib ketgan ishga. O'zi kadastrga tushunmagan, o'zi nima ish qilayotganini bilmagan. Shofirkonni 70%, 60%, 70% aholisiga katta bir problemani yaratib ketgan va endi o'sha payt tuman hokimining o'rinbosari bo'lgan va hozirgacha ham tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari. Endi Hasan, savol. Seni uying qachon qurilgan? Hujjatlari bormi va qanchasizlar soliq to'layapsizlar? Mana shu ovoragarchiliklar sababli.
mani uyim qachon qurilganini dadam ham eslolmaylar. Dadam 60-yil tug'ilgan. Ma'lumot uchun aytaman. Dadam o'sha uyda tug'ilganlar. O'sha qurilgan uyda tug'ilganlar. Demak 67 yil bo'libdi. Dadam hozir 67 yoshdalar. Taxminan 70 yil, 80 yil oldin kamida qurilgan uy. Va u ham mayli 70 yil, 80 yil haligi Ruhiddinni ko'zida kechagi bo'lishi mumkin-da, kechagina bo'lganday bo'lishi mumkin. Hattoki mana amakim bor. O'sha amakimni uyi 1910-yil qurilgan. U paytda Amir Olimxon bo'lgan, masalan, Buxoroning xoni Amir Olimxon bo'lgan. Agar undan ham oldin bo'lmasa, undan oldin qurilgan bo'lmasa, endi tuman kadastr tuman hokimining o'rinbosari nima deydi? Bizga deydi, hokim qarori bo'lmasa biz qabul qila olmaymiz buni deydi. Men unga tushuntirishga harakat qilaman-da, 100 yil oldin Shofirkon degan tuman bo'lmagan, hokim ham bo'lmagan kanishni. Tuman bo'lmagandan keyin. Hokim qanday qarori bo'ladi? 100 yil oldin qurilgan joy qanday qilib o'zboshimchalik bilan egallab olingan uy bo'ladi? Nima uchun u aynan bugun chiqyapti? Nima uchun shu kecha kunduzda bor bu masala? Nima uchun oldin chiqmagan? Nima uchun 50 yil oldin chiqmadi bu? Hozir nima uchun chiqdi? Bilmayman deydi. Men bilmayman. Qonun bo'yicha 3 karra to'laysiz soliq. Tamam. Xullas, Amir Olimxon davridagi imoratga Mirziyoyevning hokimining hujjatini talab qilyaptilar. Shunday. Bu juda ham mayli, nima hozir kulib gapiryapman, lekin juda asabiylashib, juda ham nervit qilib men bular bilan tortishib yuribman shu kecha kunduzda. Eng asosiysi ular gapga tushunmaydi-da. Men ularga aytaman, to'xtanglar. Men bir sizlarning tillaringizni o'rganay bo'lmasa, qaysi tilda gapirish kerak sizlarga? Umuman olganda o'zi 3 karra soliq to'lashni to'xtatib tursa, prezident qarorida aytilganidek to'xtatib turilsa, umuman bu masala muammo bo'lmaydi. Lekin bular to'xtatib turmaydi o'sha. To'xtatib turgisi yo'q. Soliq qo'mitasining matbuot xizmati xodimi chiqib, biz soliq kodeksiga o'zgartirish kiritilmaguncha to'xtatmaymiz deyapti. Prezident qonun qabul qilingancha to'xtat degan bo'lsa, sen kimsanki prezidentni topshirig'iga qarama-qarshi topshiriq berib o'tiradigan? Balkim u soliq qo'mitasidagilar nimaga ishlar? Mana hozir butun dunyo bo'yicha raqamlashtiramiz, qaytadan QR kodli kadastr beramiz deb odamlarni mulksiz qoldirish, uysiz qoldirish, boshpanasiz qoldirish siyosati bo'lyapti butun dunyoda. Mana sifrovizatsiya deydi. Sıfır degani arabchada, o'zi sifra so'zi arabcha sıfır so'zidan olingan. Sıfır degani arabchada 0 degani. Ya'ni sifrovizatsiya degani o'zi nollashtirish, odamni 0 qilib qo'yish. Hech narsasi yo'q, mashina ham, uyi ham hech narsa. Gadoy qilish. Mana shu sifrovizatsiya degani gadoylashtirizatsiya degani-da. Balki mana shu siyosat bizga yetib kelib, soliq idorasi qo'mitasi shuni qilayotgandir. Odamlarni 0 qilamiz, 0 qilamiz deb. Prezident aytganiga ham shuning uchun qarshi chiqayotgandir balki bular. Hozir aynan sizni ham ko'rsatuvlaringizda bu narsani eshitganman, ya'niki raqamlashtirish qaysidir bosqichga borgandan keyin to'xtatiladi. Xuddi shunga o'xshagan bu ham o'sha soliq idorasini aholiga muammoni atayin aholiga muammo qo'yayotganday tuyuladi-da menga. Nimagaki mulk 50 yildan buyon yashayotgan odam 50 yildan keyin o'zini uyi noqonuniy ekanini sezib qolishi bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Uni uyi noqonuniy, o'zboshimchalik bilan egallab olingan degan bir tamg'ani yopishtirishni o'zi ahmoqchilik. Sen 50 yil oldin qayerda eding? Shunaqaga shunchalik aqlli bo'lgan bo'lsang deb istalgan odam ham xuddi shunday savol berishi mumkin-da. Shu uchun bu narsani prezident menimcha shu narsani oldindan sezganda bularga topshiriq bergan. To'xtatib turinglar, 3 karra soliq hisoblashni deb shu balki aytishgandir-da, shunaqa muammolar bo'ladi hali deb aytishgan bo'lsa kerak.
Shu uchun 3 karra soliq hisoblashni to'xtatib turinglar deb topshiriq ham og'zaki bergan 2022-yil va 2023-yili demak qaror ham chiqargan 3 karra soliqni to'xtatib turish bo'yicha. Endi mana shu qarorda aytilganki, ishchi komissiya tuzib, ishchi guruh tuzib, uyma yurib, hujjating bormi yo'qmi, inventarizatsiya qilish buyurilganda, demak menimcha inventarizatsiya deyiladi. Kimda hujjati bor, kimda yo'q va kim preregistratsiya qildi, kim qilmadi. Bu shu buyurilganda, lekin xorij tajribasiga va umuman adolat prinsiplariga qarasak, mana shu topshiriqni o'zi ham adolat tamoyillariga va xorijiy o'sha g'arbdagi tajribaga to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Hozir men Germaniyada 2 yil yashagan paytim esimga tushdi. Eski uylarni ko'rardik. Berlinning markazida eski uy. Pogreb desa ham bo'ladi. Yarmi yerga chuqur qilib qozilgan, yarmi chiqib turibdi, lekin shu yerda odam yashaydi. Shu bir kuni o'tib ketayotib men so'radimda, bu nechinchi yilgi uylar endi juda bir qadimgi qurilgan, shu qishab qolmagan nemislar uyini mustahkam shu 1800 nechinchi yillarda deydi. Ya'ni 19-asrning uylari ham bor. Bularni dedim hujjati qanaqa bo'ladi desa, bizning hukumat o'zi kelib yangi hujjat berib ketadi bizga deydi. Eskisi ham tursin. Qara. Eski nima Vilgelmning paytida yoki Kayzerning paytida berilgan hujjat ham tursin. Ustiga biz sizga mana yangi hujjat berdik, işte yangi kadastr hujjati, o'sha ham tursin. Sizda unisi ham, bunisi ham, ikkisi ham bir xil kuchga ega. Nimaga bunday qiladi? Uni olib qo'ymaydimi eskisini deb men so'raganimda aytayaptiki, yo'q. Huquq merosi degan narsa bor bizda. Huquq merosi. Ya'ni o'sha paytdagi hujjat avtomatik ravishda meros bo'lib bu davlatga o'tdi. Ya'ni federativ respublikaga o'tgan va narigini hujjatini yo'q qilmaydi bu deydi. Shu turishi kerak, yo'q bo'lsa ham yo'q bo'lib ketdi, qani hujjating deb olib qo'ymaydi deydi. Ya'ni правовая преемственность, uzluksizlik, davomiylik bor deydi. Uni davom ettirib davlatni o'zi berib chiqadi deydi. Keyin счетчикlar, mana bizda счетчикlarni fuqaroni hisobidan счетчикga ham pul to'lasa yangi счетчик qo'yildi deydi. Ben Germaniyada ko'rganman, na gazli счетчики, na elektrli счетчики fuqaro to'lamaydi. Podyezdga kelib o'zi ilib ketadi. Gaz idorani, gazbit, energiyazbit o'zi kelib ilib, plombalab o'zi ketadi, podyezdga qo'yib. Bilmaydi ham fuqaro счетчик almashganini. Ben shuni keyin kelib Turkiyada ko'rdim va Turkiyada ham xuddi shunaqa ekan. Mana hozir men turadigan joyda bular mustaqil ev deydi. Bir chekka joyida, bu eski shaharning juda chekka joyi. Hovli uylar ko'p. Shunaqa eski uylar bor. Bir ikkitalariga borib so'radim, shu Germaniyadagi deymikan bular. Bular Alman tajribasini olganda bular. Ha dedi, biz uylar mana dedi, Atatürk'ten oldin qurilgan dedi, Osmonli davrida. O'sha aytgandek 10-yil, 15-yil, Respublika 23-yil qurildi Turkiya. Shu 23-yilda oldingi uylar turibdi, eski. Bizda deydi, Osmonli davridagi o'sha arab tilida yozilgan nima ham turibdi deydi, uni deydi. Va davlat o'zi bizga yangi nima berdi. Hech qanaqa bosh to'ladinglarmi desam, yo'q deydi. Seni huquqing meros bo'lib kelyapti senga va davlatga. Biz Osmonlidan buni meros oldik. Senga yangi hujjat. Hech kim hech narsa demaydi. Lekin bizda Sovet davrini nimasi uchun preregistratsiya fuqaro qilsin, davlat bojini to'lab, qilmasa palonchitirib. Bu endi menimcha adolatsizlikning eng cho'qqisida, bu dunyoda ko'rilmagan adolat. Afrikada ham bo'lmasa kerak bunaqa muttaham. Amir Olimxon davridagi uylarga Mirziyoyev davrining qarorini talab qilish. Bu endi tushunib bo'lmaydigan darajadagi bu zulmda bu xalqqa. Seni uyingga necha foiz shtraf keldi va o'sha eski uyingga, otang hali tug'ilgan uyga. Va sizlar qancha to'ladinglar shu kungacha? Xullas kalom, bu yerda o'zimni yashayotgan uyim bor va otamning nomidagi noturar uy borda. Shu ikkita masala o'zi muammomanda. Otam tug'ilgan uyga o'zi agar bir barobar hisoblansa,
soliq hisoblansa, taxminan 800 ming atrofida bo'ladi. 800 ming so'm yillik solig'i bu. Mulk solig'i menimcha ichida bo'lsa kerak yoki tashqi mulk solig'idan tashqarimi? Ayni vaqtda 1 yilga 2 million 800 ming so'm soliq hisoblangan. 800 mingni o'rniga. 3 barobar, 3 karra hisoblayapti. 3 karra hisoblayapti solig'ini. Endi xuddi shunday dadamning nomida noturar joy bor. Bu 1998-yili G'aybullo Dilov degan hokim qaror chiqarib bergan. Men sizga tashladim-ku hujjatini. Men uni sudga berganman hozir. Sud ko'rib chiqadi endi buni. G'aybullo Dilov hokim qaror chiqargan. Faqat qarorda otamning aybi bilan emas, o'sha yerda ishlagan, Ruhiddinga o'xshagan nomutaxassis bo'lgan kadrlar o'sha joyda familiyani tushirib qoldirgan. Ya'niki Salomov farmonga ajratilsin degan joy yo'q o'sha qarorda. Lekin 8 sotix yer ajratilsin, g'isht zavodi qurilsin degan o'sha tuman hokimining qarori bor. Faqat familiya yo'q bu yerda. U familiya o'sha paytdagi mahalliy davlat hokimiyatining aybi bilan tushgan. Endi 96-96-yil chiqqan ekan. 2026-yilgacha 30 yil vaqt bor va mana shu 30 yil davomida o'sha joy dadamning nomida bo'lgan. Dadam unga soliq to'lagan, hamma narsani dadam to'lab kelgan. Shu paytgacha 30 yil davomida. Endi bular 3 karra hisobladida o'sha soliqni shu kecha kunduzda 41 million so'm dadamga soliq chiqargan. 41 million so'm. 1 yilga. Yo'q, mana shu 2020danmi, 2018dan bu yog'iga 3 karra hisoblab boraverganda noturar joyni solig'i balandroq turadi-ku, balandroq hisoblanadi. 3 karra hisoblagan, xullas kalom 41 million so'm soliq chiqqan otamning nomiga va buni 16 millionini majburiy ijroga o'tkazgan, majburiy ijroga to'ladik biz 16 million so'm pulni. O'shandan keyin bu masalani hal qilmasa, bu o'z-o'zidan hal bo'ladigan masala emas deb buni keyin sudga berishga majbur bo'ldim va keyingi oy menimcha отпускаga chiqaman. Keyingi oyga borib o'sha sudda o'zim qatnashaman. Davernisi olib otamdan sudda o'zim qatnashmoqchiman. Qaysi bosqichda boshlanadi endi? Tumanlararo yo viloyat? Yo'q, Buxoro tumanlararo sudiga berib berdim. Shunday. Ular ko'rib, eng yomoni sud ham sizni o'sha bino sizniki ekanligini isbotlash uchun, bino sizniki ekanligini e'tirof qil mana buni deb kadastrga ko'rsatma berishi kerak. Mulk huquqini e'tirof qilib ber bunga deb. O'sha uchun ham soliqdan qarziz bo'lmasligi kerak. Bular 41 million so'm soliq hisoblab qo'ygan. U pulni to'lashga to'g'ri keladi shekilli menimcha. Men hozircha bilmayman. 41 million to'laymi? Bu umuman komediya bo'pti-da, qara. O'zi sen soliqni to'lamaslik uchun sudga beryapsan, seni mulkdor huquqini e'tirof qilish uchun u davay mulkdor huquqini buni tan olinglar, chiqarib beringlar desa, yo'q, qarzi borlarni biz mulkdorlik huquqini tan olib hujjat chiqarib bering. Bu nima deydi endi bu faqat O'zbekistonda bo'lsa kerak-da bunaqa narsalar. Bu qonun, eng asosiysi bu qonuniyda, bu xuddi shunday yozilgan. Mana bu yerda demak Qonunchilik palatasi tomonidan 9-aprelda 2024-yil qabul qilingan, Senat tomonidan 2024-yil 21-iyunda ma'qullangan. Bu qonun demak o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun bu. Ya'niki, mana xuddi menga o'xshagan kadastr hujjati bo'lmagan odamlar mana shu qonun doirasida o'zini mulk huquqini olishi mumkin. O'sha yeriga, turar joyiga, noturar joyiga. Qonunda yozib qo'yibdiki, xullas kalom nima bo'lmasligi kerak, soliqdan qarzi bo'lmasligi kerak deb yozib qo'yibdi. Mana. Yer solig'i, yer va mol mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik mavjud emasligi deb qo'yibdi. Demak, sud ham
e'tirof qilish huquqini, yuk majburiyatini viloyat kadastrlar palatasiga yuklagani bilan u menga aytishi mumkinki, "Jo'ra, mayli, men senga mulk huquqini e'tirof qilib beraman, lekin qonun bo'yicha sen 41 million so'mni to'lab qo'y" deyishi mumkin. Men bilmayman buni qanday to'layman, qanday bu hal bo'ladi. O'sha bosqichgacha boraylik hozircha. Xo'p, bunday qilsang bo'lmaydi. Misol uchun, sen hozir o'zingni mulkdorlik huquqini e'tirof qildirib olish uchun solig'ini to'laysanda, to'lab bo'lib kvitansiyalarni olib qo'yib, shu soliq mendan noqonuniy undirildi deb, keyin soliqni qaytarib olish uchun qaytadan sudga Bo'ladi. Sudga berish shart emas menimcha, o'zi qaytib beradi. Sudga berish shart emas, lekin o'sha 41 million topish kerakmi avval? 41 million. Yo'q, endi men nazariy jihat bilaman, u bor yo'qligi boshqa masala, lekin nazariy jihatdan yuridik yo'li shu deb o'ylayapman-da. Endi men to'lasang yaxshi-ku, oson deyotganim yo'q. Bu pulni o'zi yo'q. Bular hamma qilib bo'lishi kerak. Endi Hasan, mana bitta senda emas, mana Shofirkondan, O'zbekistonning hamma joylarida, mana Navoiydan ham üst platformaga yozgan ekan. Mana shu muammolarni mana keltirib chiqargan qandaydir harakatlar bor-da, shu yo'q joydan mulkini pereregistratsiya qilsin, qaytadan kadastr chizdirsin. Yechim nimada deb o'ylaysan? Bu muammolarga o'zi yechim ham berish kerak-da. Muammolarni olib chiqqandan keyin yechim o'zi nimada? Qayerdan ketyapti bu zulm? O'sha kadrlarni yaxshi tanlash birinchi navbatda. Har doim shu narsa ko'p narsani hal qilgan. Aytaylik, bizani tumanda kadrlarni deyapsan. Sen mana hozir kadastrga militsiya qo'yildi. Mana hozir qurilish bo'yicha militsiya, qurilish bo'yicha hokim o'rinbosari bo'lib o'tiribdi deysan. To'g'ri, seniki to'g'ri aytyapsan. Mantiqan hammasi to'g'ri. Qanday qilib militsiya qurilishni tushunishi mumkin, qurilish ishlarini yuritishi mumkin deyishmi? Lekin bu yerda o'sha Mirziyoyevning og'zidan chiqqan boshqa siyosat bor. Misol sadoqatli. Sadoqatlilar menga kerak, shular bilan ishlayman dedi. Balki bu militsiya bo'lgan bilan sadoqatlidir. Sen bilmaysan balki. sadoqatli bo'lganda edi. Prezidentni haligi topshirig'i bo'yicha 3 karra soliq to'xtatib turishni to'xtatgan bo'ldi. 3 karra soliq to'xtatilardi, solinmasdi aholiga. Prezident chunki qarorda ham og'zaki topshiriq bilan ham aytilgan bu gapda. Birinchi narsa shu, asosiy narsa shu va yana bir narsa, agar haqiqatdan ham nima deydi, sadoqatli bo'lganda edi, Kimsan soliq qo'mitasining matbuot xizmatida ishlaydigan bir odam chiqib, biz soliq kodeksiga o'zgartirish kiritilmaguncha 3 karra soliq hisoblayveramiz demasdi. Vaholanki prezident aynan shu gapni teskarisini aytgan. Yangi qonun qabul qilingunicha 3 karra soliq to'xtatib turinglar deb aytilgan. Shu uchun meni nazarimda bu yerda birinchi navbatda savodli kadr bo'lsa, o'zini sohasini tushunadigan kadr bo'lsa, nima ish qilayotganini biladi-da, u asosiysi. Balki umuman bu nimani to'xtatish kerak edi. Pereregistratsiya, sifrovizatsiyani yetar endi. Sifrovizatsiya qilsa davlatga hech problema emas. Odamlarning o'zida inventar bor, kimning uyi bor, qanaqa uy bor, shuni hujjatini chiqarib bersinlar, tarqatib chiqsinlar odamlarga. Xuddi Germaniyadagidek, Turkiyadagidek. O'sha sifrovizatsiya, ya'ni raqamlashtirishga oid va aytaylik odamlarni, aholini uyini qaytadan ro'yxatga olishga oid qarorlarni, o'sha nima deydi, siyosatni, shu siyosatni fuqarolarga zarari yetmaydigan qilib qilish. U masalan aytaylik nima deydi, ehtimol mana siz aytganingizdek Germaniyada yo Turkiya misoliga o'xshagan davlatning o'zi boradi. Mana shu uyda siz yashayapsiz, bizga shu haqida ma'lumot bor. Sizni shu uyda yashayotganingiz haqida, shu uyga yoki shu turar joyga yoki shu noturar joyga siz 5 yildan buyon soliq to'layapsiz. Mana bu hujjat sizga, bu hujjatni olib qo'yasiz. Yana mabodo 50 yildan keyin shunaqa qilsak ham biz o'zimizni hisobdan qilamiz va sizni bezovta qilmaymiz, sizni bolalaringizni ham bezovta qilmaymiz deb ayta olishi kerak. Davlatning o'zi ham shunaqa nima deydi, tashabbus ko'rsatishi kerak.
bu masala bo'yicha mana shu kecha kunduzda prezidentning demak boya aytganimday o'sha qarori bo'yicha, ya'ni e'tirof etish bo'yicha qarorini aytdim-ku sizga. Shu qaror bo'yicha tuman kadastr idoralari mahalla yurib odamlarga nima beryapti? Qog'oz beryapti odamlarga. Ya'niki mana bu uy saniki, bu uyga mana buncha san mulking bor deb beryapti. Bu demak 2028-yilgacha davom etadi bu narsa. Va 2028-yilda to'xtaydi. Ayni shu qaror doirasida bizani qishlog'imiz, Uchon Oqrabot ikkita qishlog'imiz bu yilgi rejada yo'q. Ularning rejasi bor o'zi. 2025-yil 10 ta qishloqni qilamiz, 2026-yil 3 ta qishloqni qilamiz degan rejasi bor va mana shu reja asosida ular demak mahallalarga chiqib tarqatyapti. Faqat bu yerdagi bitta muammo bor. Boya o'sha men fikrimni aytib o'tdim. Davlatning o'zi qilishi kerak degan fikrni aytdim-ku. Bu yerda ham davlatning o'zi qilyapti, faqat muammo 3 karra soliq hisoblashda bo'lyapti-da. Bunday olib qaraganda, to'g'ri davlat tez qilib bermayapti o'shani. Tez qilib berishni keragi ham yo'q 3 karra soliqni hisoblashni to'xtatsa. 3 karra soliq hisoblashni to'xtatsa bo'ldi. Odamlar uni 28 mi, 29 mi, 30 mi farqi yo'q. Odamlar 3 karra soliq to'lashdan qutulsa bo'ldi hozirgi kecha kunduzlarda. Shu uchun bizani qishlog'imiz demak bu o'sha tuman kadastr idorasini ro'yxatida yo'q bu yilning hisobidan 26-yilning oxirigacha. 27-yil oxirgi yil, 27-yilda ham agar bo'lmasa, bizning qishlog'imiz qolib ketadi. Anaqadan. Nima deydi? Bu qaror qonun doirasidagi o'sha amnistiyadan qolib ketadi va bir umr biza 3 karra soliq to'lashga majbur bo'lamiz. Va shu uchun mana shu narsalarni oldini olish uchun men sizga boya ham aytdim. Mana shu narsalarni oldini olish uchun men bugun kuni bilan mana shu hozir bizning suhbatimizni shikoyat shaklida keltirib prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaga men shikoyat xati yozdim. Bugun men xalq qabulxonasiga borib Saida Mirziyoyevaga o'sha murojaat qilib keldim va buni Chilonzor Uchtepa tuman xalq qabulxonasidan yubordim murojaatimni. Arizamda 2000 ta aholi yashayotgan Uchon va Oqrabot qishloqlarida joylashgan kadastri yo'q xonadonlarga 3 karra oshirilgan soliq stavkasini to'xtatib turish. U aslida o'zi u butun respublika bo'yicha to'xtashi kerak. Lekin men hozir butun respublika bo'yicha to'xtatib turinglar desam, deb aytsam, ehtimol butun respublika bo'yicha to'xtagan bu narsa deb ular aytishi mumkin-da. Lekin men aniq bilganim Uchon bilan Oqrabot, biz ikkita qishlog'imiz bor, shularda aniq hisoblanyapti 3 karra soliq hisoblash. 3 karra orttirilgan stavkada soliq hisoblash. Va men agar nima deydi, menga qolsa prezidentning 192-sonli qarori bilan butun respublikada to'xtatib turish kerak. Agar juda butun respublikada to'xtagan, faqat shu ikkita qishloqda qolgan, Uchon va Oqrabotga qolgan degan deb kimdir aytsa, o'sha qishloqlarga ham to'xtatib turinglar. U ham O'zbekistonning tarkibiy qismi, O'zbekiston ichiga kiradi bu ikkita qishloq. Ikkinchidan, platforma Uz Telegram kanalida 16-aprel 20:04 e'lon qilingan postga raddiya berishni ta'minlash. Chunki u postda konkretni 1 minuti 4-sekundidan 1 minuti 14-sekundida aniq aytilgan soliq kodeksiga o'zgartirish kiritilmaguncha biz soliq olishni to'xtatmaymiz deb aniq aytilgan. Bu konkretni o'sha prezidentni videoselektor topshirig'idagi bayonotiga, videoselektorda bergan topshirig'iga zid, qarorga ham zid. Va uchinchidan, o'sha paytda prezident qarorini bajarishga mas'ul bo'lgan va keyinchalik bajarmagan tuman hokimining o'rinbosari, ayni vaqtda o'qish tuman hokimi bo'lib ishlayaptilar. Tuman hokimi bo'lib ishlayaptilar Mo'min Amonov.
va o'sha paytda kadastr bo'limini boshlig'i bo'lib ishlagan va ayni paytda tuman hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Ruhiddin G'afurovlarning faoliyatini qayta tekshirish kerak bularni. Bular ishchi guruhlarni ishchi guruhlarning zimmasiga yuklatilgan vazifani yetarli darajada bajarmaganki, Shofirkonning 60% aholisi 3 karra oshirilgan soliqda, oshirilgan stavkada soliq to'lab yuribdi. Hattoki biz prezident qarorini o'sha zam hokim bo'lgan vaqt bajarmagan Mo'min Amonovni Shofirkon tumaniga hokim qilib keltirdik-da. Bu prezident qarorini bajarmagan, lekin Shofirkon tumaniga hokim bo'lib ko'tarilib keldi-da bizning tumanga. Shu uchun mana shu ikkita rahbarni faoliyatini qayta taftish qilish kerak deb hisoblayman va Saida Mirziyoyevaga yozgan demak murojaatim mana 3 ta talabdan iborat va o'ylaymanki bu murojaatim Saida Mirziyoyevaga yetib boradi va Shofirkonliklarni 60% aholi duch kelayotgan muammolari tez orada yakun topadi. Yaxshi bo'lardi agar Saida Mirziyoyevaga seni shikoyating va boshqa kishilarning ham shikoyati yetib borsa, zora o'qib qolsalar, xabar topsalar, otasini tashabbuslarini qanday qilib soliq idoradagi va boshqa yerdagilar ochiqdan ochiq hattoki bayonotlar bilan sabotaj qilib o'tirganini o'zlari ko'rsa va xalq soliq qo'mitasidan emas, Mirziyoyevdan norozi bo'lyapti. U qilib o'tiribdi bu ishlarni deydi. Mana shuni balki ko'rib qolar. Aynan shu narsada mana men soliq idorasiga borganimda, men endi o'sha sinfdoshlarim, o'rtoqlarim bilan birgalikda gaplashib qolamiz. Men ularga bu men o'zimning ichimdagi tuyg'u bo'lgani uchun Karimov davrida yomon edi, ezib tashlagandi xalqni deb men o'zim aytganman. Doim hammani oldida aytaman bu gapni. Ular aytadi, "Jo'ra" deydi, "Biz Karimov davrida 3 karra soliq to'lamaganmiz biz" deydi. Biz 1 karra soliq to'laganmiz Karimov davrida. Lekin mana 3 karra soliq to'layapmiz hozir deb aytadi. Men unga aytaman, tushuntirishga harakat qilaman, bu yerda Mirziyoyev "Omanglar 3 karra soliqni to'xtatinglar" deb aytgan bo'lsa, qaror chiqargan bo'lsa, yana nima qilib bersin? Ruhiddinga telefon qilib, "Ruhiddin, militsiyadan ishdan ketgan bo'lsang yaxshi, lekin kadastrning ham ishini nima deydi, o'rgan, kadastrning ham ishini qilishing keraksan" deb Ruhiddinga telefon qilib aytsinmi endi deb men ularga tushuntiraman-da. Shu uchun ham aynan sizning gapingiz to'g'ri. Odamlar hech qachon masalan platformadagi o'sha soliq qo'mitasining matbuot xizmatini bayonotini ko'pchilik o'qimagan menimcha. Ko'pchilik bilmaydi ham. Shunaqa bayonot berilgani haqida-da. Odamlar nima deydi? Deydi, prezident qilyapti shunda deydi. Bu biz odamlar hech qachon tuman hokimidan, tuman viloyatni hokimidan xafa bo'lmaydi, prezidentdan xafa bo'ladi. Endi bu tabiiy, nimaga desangizlar, siyosat shunday narsa. Siyosatni uchida, tepasida kim turgan bo'lsa, o'sha bir otni ko'chada qoqilib ketganiga ham o'sha eng tepada turgan rahbar aybdor ko'rilaveradi. Chunki sistema uniki qurgan. O'shani sistemasiga ishga olinganlar shuni qilyapti. Va bu yerda ham qandaydir mantiq va qandaydir o'ziga yarasha adolatsizlik bo'lsa ham ozgina mantiq ham bor-da. Bundaylarni mana qaror chiqarildimi? Qarorning ijrosi qattiq nazoratga olinishi kerak. Xo'p, bajaryaptimi yo'qmi? Nega soliq qo'mitasiga men topshirdim, uni qo'mitaning matbuot xizmatining xodimi chiqib, "Yo'q, biz undiramiz" deyapti. Nima bu? Bog'cha bolami davlat nimasi? Prezident xalq saylab qo'ygan odam chiqib turib olmanglar desa, ular chiqib olamiz desa. Bardakku bu, u jazolash kerak o'zi. Shunaqa o'zini o'zi nazorat qilmaydi bu. Davlat idoralari nazorat ustidan nazorat, tekshiruvchi idora ustidan yana bir tekshiruvchi qo'ygan bilan foydasi yo'q. Undan ko'ra senga o'xshagan, menga o'xshagan jurnalistlarga erkinlik berish kerak, blogerlarni qamashni to'xtatish kerak. Ular bu muammolarni olib chiqadi va ko'rsatadi. Tasavvur qilgin, hozir misol uchun men ham qamoqda bo'lsam, boshqa birimiz qamoqda bo'lsa, sen o'zing chiqishga joying bo'lmaydi. Faqat ariza yozib yurasan, idora. Ular bir-biriga jo'natib yuradi Buxoroga, u yerga, bu yerga. Matbuot mana shuning uchun kerak. Ya'ni
davlat idoralarini faqat matbuot, jamoatchilik, blogerlar so'z erkinligi orqali nazorat qiladi. Nazorat qiluvchi idorani yana bir nazorat qiluvchi idora nazorat qila olmaydi. Ijrochini, ya'ni o'zini ijrochi tomonidan qilgan nazoratchi qilmaydi. Bu samarasiz yo'lligi u 200-300 yildan beri belli bo'lib bo'lgan, bu ma'lum bo'lib bo'lgan. Shuning uchun oxir yechim baribir ham mana shu so'z erkinligiga, jurnalistlarga, blogerlarga erkinlikka borib taqaladi. Faqat o'shalar obyektivniy, nima deydi, xolis informatsiyani yetkaza oladi. Ha, prezident aytdi, qaror chiqadi, lekin amalda mutlaqo teskarisi bo'lyapti va ochiqdan chiqib qilmaymiz deyapti-da. Senga o'xshagan jurnalistlar, mazlumlar yana kelib jurnalistga, blogerga aytadi. Lekin uni sistema qamab o'tirsa, u bechora kimga keyin dardini aytadi? Men ham chiqarmasam yana bitta jurnalist kelmayadi. Yana odamlarni kuni oynaga, Iltizga, boshqa yerga, ozodlikka qoladi. Keyin u yerga chiqsa, dollarga sotilganlar. Aslida sotilmasligi uchun minbar berib qo'ydinglarmi o'zinglar? Yo'q, qamab tashladinglar ham. Ana shu yana siyosatga borib taqalaveradi. Xullas, bu muammoni olib chiqqaning uchun senga rahmat katta. Bir o'zingni muammoing emas, butun bir qishloq, ikkita qishloq, butun yarim Shafrikonni muammosini olib chiqding va butun respublikada ham bor. Bugungi ko'rsatuvni, intervyuni ko'rgan tomoshabin ko'rarmanlar hammasiga kattadan katta rahmat. Hamisha muammolar yechimini topgan, adolat qaror topgan vaqtlarda ko'rishib turish, intervyu qilish, suhbatlashish hammamizga nasib qilsin.